Assalomu alaykum hammaga. Bugundan boshlab Excel dasturini o'rganishni boshlaymiz. Bu darslarni boshlashdan maqsad avvalo bilimlarimni takrorlash va bu darslarni bir kishi ko'rib foyda olsa ham xursand bo'laman. Xo'p, har qanday ishda ishlar ekanmiz, jadvallar bilan, ma'lumotlar bilan ishlaymiz. Va bu ma'lumotlarni kiritib, tezroq tahlil qilishda Excel bizga eng birinchi o'rinda yordam beradi. Xo'p, demak, birinchi kirganimizda shunaqa oyna ochiladi. Bu saqlash, mana shu faylimizni ishlab bo'lganimizdan keyin saqlashni ishlatiladi. Bu biror bir ma'lumot kiritganimizda kiritdik. Endi orqaga qaytmoqchi bo'lsak, buni ishlatamiz. Odatda bu ishlatmaymiz bu yuqoridagilarni. Hammasini qisqa shortcut bor. Ya'ni klaviatura orqali tezroq bajarilishi uchun. Eng avvalo mana A, B, C, D harflar bu ustun deyiladi. 1, 2, 3 qator. Buni bosayotganlarimiz yacheyka deyiladi, kataklar. Va bu table nomi birinchi dars. Buni o'zgartirish uchun ustiga 2 marta bosish orqali o'zgartira olamiz. Xo'p, demak, bugun home qismi bilan tanishamiz. Home qismi. Paste, cut, copy bular ham odatda ishlatilmaydi. Asosan klaviatura orqali short qism mana ustiga tik ko'rsatib tursa, Ctrl V. Bu Ctrl X. Kopya qilish uchun Ctrl C. Bularni masalan biror yozsak, Excel yozsak va buni ustiga olib borib Ctrl C orqali kopya qilamiz va bu yerga ko'chirish uchun Ctrl V. Yoki bo'lmasa buni ustiga Ctrl X bossak, bu yoqqa Ctrl V qilsak, bu yerdan o'chib ketadi. Bu yerga ko'chadi. Ctrl C desa faqat mana shu kopya qiladi, bu yoqqa ko'chirish uchun. Ctrl X bilan Ctrl C ning farqi shunday. Xo'p, bu Format Painter. Masalan, biz buni ichini sariq, yozuvni qizil qilsak va xuddi shundan bu yoqqa ko'chirmoqchi bo'lsak, masalan, Excel Word deylik. Word, buni ustiga borib Format Painter bosib yo'q qilsak, ranglar ko'chadi bu yerga. Ya'ni format ko'chadi. Endi bu qism, bu shrift qismi, ya'ni har xil shriftlar qilish mumkin. Shakllari, masalan, bu qismi boshqacha, yoki bo'lmasam bu qismi boshqacha. Mana har xil turda bo'ladi. Bu shriftni hajmi, ya'ni 11, 20 qilsak kattalashadi. Mana buni tushirish uchun bu ikkita tushiradi. Xo'p, endi B, I, U nima? Bu nomidan ma'lum, bu bold, bu italic, bu underline. Bu qalinlashtiradi, bu qiyalashtiradi, bu tagitsiz beradi. Bular ham odatda ishlatilmaydi. Bularning ham shortcuti bor. Ya'ni buni ustiga borib klaviaturada Ctrl B qilsak qalinlashadi, Ctrl I qilsak qiyalashadi, Ctrl U qilsak tagechiziladi. Va mana bu tugmani bosish uchun Ctrl Z bosib klaviatura orqali orqaga qaytarishimiz mumkin. Hozir qilgan ishlarimizni orqaga qaytaryapti. Bu qism shu atrofini, yacheykani bo'yashda ishlatiladi. Masalan, sariq strelkaga bosib har xil turdagi ranglar qilishimiz mumkin. Yashil yoki bo'lmasam o'z holiga qaytarish uchun oq. Bu yozuvni rangi, bu yacheykaning rangi, bu yozuvning rangi. O'zgartirishimiz mumkin, ko'k qilishimiz mumkin. Mana.
sariq qilishimiz mumkin shu turdagi. Hop, bu qism tanishdik. Bu jadval belgilab jadval tanlashimiz mumkin. Bu bottom border faqat tagga chizib beradi ekan. Faqat tagga chizdi. Yoki endi umumiy polni jadval qilmoqchi bo'lsak, mana all borders jadval qilishda ishlatiladi bu. Endi buni yechish uchun mayda no border turibdi. Yechiladi. Bu qismda tanishdik. Endi bu qismda matnni o'rtaga kelgizishda ishlatiladi. Bu chekka, o'rta, bu o'ng chek. Masalan, buni olsak, bu qilsak, chekkada o'zi chekka turibdi. Mana o'rtaga ko'chirdik. Bu o'ng chekkaga ko'chiramiz. Endi AB nima? Bu AB shu yozuvni, yacheykaning ichidagi yozuvni turini o'zgartiradi. Masalan, AB mana qiyalashtirib 45 gradusda pastga tushirib berdi. Vertikal. Bu yana ko'rdik. Har xil gradusda o'zgartirishimiz mumkin. Mana. Xo'p, endi bu wrap text nima? Masalan, bitta yacheykaga har xil yozuv ko'payib ketishi mumkin. Masalan, o'qsak bunaqa boshqacharoq ko'rinishda bo'lib qoladi. Buni ustiga bosib, pastga tushmaydi. Ya'ni ustiga bosib turib, buni bossak, bitta yacheykani hammasini ko'rsatib beradi. Xo'p, endi bu nima? Bizga masalan shunaqa qilib kelishimiz kelib qoladi, shunaqa qilish kerak bo'lib qoladi. Mana shu 5 tasini bitta yacheykaga qilib olish. Shunda ishlatiladi mana. Bitta yacheykaga qoldi. Jadval qilamiz, masalan, jadval qildik. Va biz jadvalning bosh qismini mana shu header qilishimiz uchun hammasini belgilaymiz. Ustiga bossak mana. Endi buni o'z holiga qaytarish uchun belgilab yana bitta ustiga bosamiz. O'z holiga qaytadi. Endi bu ya'ni matnni turi biz belgilashimiz mumkin. Son deylik. 1 2 3 4 5. Shu umumiy holda turibdi. Endi biz buni number holatiga keltirsak, bu hozir son. Bu endi currency pul birligi, masalan $12,000 bo'ladi bu. Endi accounting bu ham xuddi shunday. Mana nuqta bu accounting bo'lib beradi. Har minglar songa bo'lib beradi. Masalan 1 2 3 4 5 6 7 8. Bizga o'qilishga qiyinlik ko'rinishi mumkin. Masalan 12,345,678. Agar uzun son bo'lsa o'qish qiyinlashadi. Shunda ishlatiladi. Bizga bo'lib beradi. Bu mana virgul bilan bir akkaunt mana 12 million o'qilishga oson qilib beradi. Endi oxiridagi ikkita nol kerak bo'lmasa, buni ishlatamiz. 2 marta bosamiz, men yo'qoladi. Kerak bo'lsa men qo'shamiz. Xo'p. Endi accountingga kelgandik. Short date, long date unga ishlatilmaydi. Time ham uncha ishlatilmaydi. Bu percentage mana. Foiz. Masalan 45 30 mana ustiga bosib foizga o'zgartirishimiz mumkin. Endi font bu ishlatilmaydi. Text holatiga keltirish uchun text holatiga oldingi qismga o'tadi. Yacheykan. Xo'p, bu qism bilan tanishdik. Bu conditional formatting bu keyingi darslarda o'tiladi. Xo'p, filtr. Masalan, bizga ismlar keltirilgan bo'lsin. Jadval qilmoqchimiz. Ism Rustam yoki bo'lmasam Bahrom.
Anvar, Nodir, Xurshid deylik. Endi shu ismlar alfabet bo'yicha tartiblamoqchi bo'lsak, hammasini belgilaymiz. Sortga boramiz va sort A dan Z gacha belgilaymiz. Yani Anvar, Bahrom, Nodir bosh harfi bo'yicha. Agar teskari qilmoqchi bo'lsak, mana sort Z dan A gacha. Mana tepadan pastga tushib beradi. Endi biz bunga filtr nima? Uzun ko'p jadval bo'lsin, masalan, juda ham qator ko'p, 100 ta qator bo'lsin. Shunda bizga kerakli kim kerak? Asosan Anvar bilan Nodir kerak bo'lsa, Bahrom bilan Rustamni galochkasini o'chirib qo'yamiz va OK bo'lsak, bizga faqat Xurshid, Nodir, Anvar chiqadi. Va bu filtr o'chirish uchun yana select all tanlaymiz. OKni bosamiz. Umumiy filtr kerak emas bo'lsa, xuddi shu holatda yana filtrni ustiga bossak, filtr o'chadi. Xo'p, endi find nima? Bizga yana hozir aytganimdek 100 ta qator bo'lsin, 100 ta ism bo'lsin. Faqatgina bizga Nodir kerak. Nodirga bosish uchun, kerak topish uchun find o'tamiz. Find bosamiz va Nodir bossak, enter qilsak, faqat bizga Nodir chiqaveradi. Bu tezkor topishda nimadir ma'lumot tezroq topishga yordam beradi. Xo'p, asosan bu qismlar bilan keyingi darslarda tanishamiz. Asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsalarni ko'rdik. Endi bizga belgilab turib klaviaturada delete tugmasini bosganimizda bizda faqat yozuv o'chadi. Endi buni ranglari ham o'chish uchun mana bu yerda delete turibdi. Ustiga bosamiz, umumiy yozuv ham rang ham o'chadi. Hop, demak shortcutlar savediki hammasini hozir tashlab qo'yaman shortcutini. Hop, bugungi birinchi darsimiz shu joyda tugadi. Barchaga rahmat.